Harisat ibn Nu'man radhiyallohu anhuning fazilatlaridan bu kishini nihoyatda Qur'onning tilovatiga mohirliklari bilan mashhurdir. Va yana bu kishi onalariga sodiq farzand bo'lganliklari bilan mashhurdir. Oysha radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, uxlab tushimda o'zimni jannatda ko'rdim dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Bir qorini tovushini jannatda eshitdim dedilar. Qiroat qilayotganligini. Bu kim deb so'rasam, Harisat ibn Nu'man deyishdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shundan keyin shuni aytdilarki, kazalikal birru va kana abarran nasi bi ummihi. Ya'ni ko'p yaxshiliklar qilishlikning oqibati shunday bo'ladi. Ko'p yaxshiliklarni qilishlikning oqibati shu bo'ladi dedilar. Harisat ibn Nu'man radhiyallohu anhu onalariga nihoyatda sodiq bir farzand edilar. Harisat ibn Nu'man haqida yana bu kishini Badrda hozir bo'lganliklari, Xandaq g'azotida ham hozir bo'lganlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga hamma g'azotlarda bo'lganlar. Va Jibril alayhissalomni 2 marta ko'rganlar. Jibril alayhissalomga salom berganlar va Jibril alayhissalom bu kishiga javob qaytargan zotlardan hisoblanadi. Harisat ibn Nu'manning yana fazilatlaridan ba'zisi Hunayn g'azotida juda ko'p sahobalar chekinishib payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning atroflarida barmoq bilan sanaladigan kishilar qoldilar. Shu atroflarda qolgan kishilardan bittalari Harisat ibn Nu'man radhiyallohu anhudir. Undan tashqari Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan qo'shni turganlar. Bu kishi turmush deganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam turmush qilishlari bilan uylarini bo'shatib yanlariga joy qilgan ekanlar. Yana turmush qilganlarda uyini ham bo'shatib yaniga joy qilgan ekanlar. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilinadiki, Harisat ibn Nu'mandan uyalib qoldim, uyini tashlab menga bo'shatib berishligidan degan ekanlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Jibril alayhissalomni ko'rganliklariga hujjat Harisat ibn Nu'man o'zlari rivoyat qiladilarki, men dedilar Harisat ibn Nu'man radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilaridan o'tdim. Shunda u kishi bilan Jibril alayhissalom birga o'tirgan ekanlar. Salom berdim, keyin o'tib ketaverdim. Keyin qaytib kelganimda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam keldilar-da, menga aytdilarki, men bilan turgan ko'rdingizmi dedilar. Ha, ko'rdim deganlarda, bu Jibril sizga salomni javobini qaytardi dedilar.